Mana. Mana buni hozir kesib olyapmiz. Shundoqcha ko'chirib, yoniga o'rnatamiz benekka. Dug'vatnom qilib beramiz. Mana o'rnatamiz ekspertda 26 taligini. Yangi holat ekan. Elektritskiy ten qo'yib, ikkita nitkani o'ziga shekka ustayina qilib bergan ekan. Endi shu yerda chiroyli qilib ulab tashab, ikkita liniya qo'yib, turbalarni ulab, suvlarni ulab to'g'rilaymiz xudo xolasa. Mana sistemalarni xudo xolasa chiroyli qilib boshqatdan mana terdim. Mana hammasini joyiga qo'yib, bitta 11-liniyani qo'shdim mana. Bu hammomdan boshqa ulangan ekanda. Mana ikkita kran qo'yib, bitta pastga, bitta tepaga, qandacha obrotka bilan, nasos bilan chotki qilib qo'shdim. Assalomu alaykum. Xudo xolasa yana bitta mana xonadonda kotelini o'rnatib berdik. Bu oddiy elektritskiy qo'lda yasalgan kotel ekan. Mana bu holatda mana joylashgan. Ikkita teni bor. 4 kilovatdan 8 kilovat. Sirkulyatsion nasoslarini qo'yib montajini to'g'riladik. Mana buni yoniga ekspert kotelni uстановка qildik 26 talik. Mana tayida dishlamatorlari bor. Filtrlar, reduktorlar, kaskranlar, даже смягчение vodiy mana suvni ham yumshatib bergani filtr qo'yib yubordik. Drubyachеский filtri ham bor. Dishlamatorimiz sistemadagi temir strushkalar yig'adi ham filtri bor. Dug'vatnom. Ikkita sistema bir-biriga ulab yubordik. Mana bu ishlab turgan holati mana. Gradiyasiya 43,5 ketyapti ekan hozir. Obrotkasi mana 40,5 qaytib kelyapti ekan. Mana buni dug'vatnom qilib yubordik, ham elektrga, ham gazga bo'ldi. Ishlash jarayonlari ketuvi mana 44,5 bo'lyapti. Mana bu yonidagi batareyamiz. Batareyamiz o'zi mana 45 gradus issiqlikda. Mana bu yerda xudo xolasa kollektorimiz bor, kollektorning sistemamiz bor. -47 gradus podachamiz. Obrotkamiz 27 qaytib kelyapti. Chunki suv endi siyapti, xudo xolasa. Ishlashi yaxshi. Topli pollarimiz o'zi siyapti. Mana ishlab turgan holati. Bu xonaga endi o'tildi, mana bag'i ham ishlayapti. qirq sakkiz podachamiz ekan. Obrotkamiz yigirma 25-9 kelyapti obrotkasi. Endi sekin siyapti xudo xolasa. Topli pollarimiz o'sha sekin liniyalar yuryapti. Xudo xolasa. Yaxshi. Topli pollarimiz. O'ttiz 33 daraja bo'libdi. Oyoqda edi issiqlik. Batareyalar ishlashi ham zo'r mana chotki. Bunga mana shunaqa xizmatlar bo'lsa, bexijolat xizmatda biz
Dilshodjon Santena xizmatda. Layk va podpiska bosib qo'yasizlar, ma'qul kelgan bo'lsa. Hamma. Ana